Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men yana shu Baha Gamer do'stlar. Bugungi videomizda biz Robloxdagi Jujutsu Kaisen animasiyadan olingan Jujutsu Shinanigans'ni o'ynaymiz. Bu o'yin xuddi The Strongest Battleground o'yiniga o'xshash jang qilasizlar. Shunaqa qilib urushib qilasizlarda. Sizlar bugungi videoda olishimdan maqsad ko'p odamlar bu o'yinni bilishadi, o'ynashadi, lekin bir-ikkitalari nima desam bo'ladi. Yangi character, ya'ni free bolt narsasini qanday qilishni bilishmaydi. Yangi character yaratishni bilishmaydi. Shuning uchun men sizlarga o'rgatib ketaman. Mana o'rnab tashlaylik-da. Va o'rgatib ketaman. Birinchi eng pastdagi character va buni sal balandroq va sal mononqiroq qilsak bo'ldi. Endi ko'rinishga yaxshi bo'lsin debmiz-da. Bu yoqqa ana endi nima deb qo'ysak bo'ladi do'stlar. Xo'sh, nima deb qo'yamiz? Yangi yo'q. Baha Gamer deb qo'yamiz do'stlar. Baha Gamer do'stlar, like bilan obunani bosib qo'yinglar. Biz 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. 50 taga esa matiga 16 tagina qoldi do'stlar. 16 ta odam agar obuna bo'lsa, bemalol streamlar qila olaman-da do'stlar. Xo'sh, birinchi mana bunday qilamiz va bu yoqqa zarbalar deb qo'yamiz. Va buni bosib yangi skilllar qo'yamiz. Xo'sh, bu yoqqamiz. Mana undan tanlaymiz. Xo'sh, qaysi edi? Mana va oxirgisi va sepada edi. Locust Guy или qaysi biri edi? Cleaver, to'g'rimi? Cleaverni qo'yamiz. Ana endi keyingisi. Keyin birinchi keyiga sizlar har ikkinchi bo'lish uchun 2 yo ko'p qo'yishlaring kerak. 2 yo 3 qilishlaring kerak. Ya'ni 2 qo'ysalaringiz shunday qilishadi va 2-3 ga nima ham qilsang bo'ladi. Ya'ni bu qayerda kuchlaringiz qayerda ishlatishi mumkin. Hozir agar o'shani bir qilib qo'ysalaringiz, faqat birinchi qilgan narsalaringiz, birinchi, ikkinchi qobiliyatlaringiz ham faqat o'sha ishlaydi. Agar o'sha keyga boshqa qo'yib qo'ysalaringiz, boshqalari ham ishlaydi. Va mana bu yoqqa endi kesish deb qo'yamiz sizlar. Va mana bu yoqqa qo'yib, qayerga qo'ysak ekan, he knows the strongest, ya'ni the strong dismantle va dismantle qo'yamiz. Ya'ni kesish. Va bu yerga esa olov qo'yamiz. Va har doimgidek keyga bu safar endi 4 qo'yamiz. Va bu yerga bo'lsa olov. Olov. Xo'sh, skillga ko'ra vesseldan openni qo'yamiz, keyin hiyindan open furnace qo'yamiz do'stlar. Va buni o'chiramiz. O'chirgandan keyin shunaqa yo'q qoladi va pastga charakterdan bosib shunaqa qilsangiz bo'ladi. Va mana bittada 2 ta mana. Do'stlar mana bittada 2 ta. Va zarbalar. Ana endi zarba. To'g'ri, bu zarbaga o'xshamayapti, lekin normali. Bitta zarba yetishib ketdik. Qani hozir respawn qilsam bo'ldi. Ana endi nima qilsak ekan, mayli, undan oldin maytagilarni mana qilib ko'raylikchi, o'xsharmikan. Qani bir black flash qilib ko'raychi.
Aha, o'xshamadi. Bitta zarba. Yo'q, o'xshamayapti. Xo'sh, orqadan bitta zarba. Yo'q, bari o'xshamayapti. Unda hozir yana bitta zarba. Yo'q, bari o'xshamayapti. Mayli, unda kesishdi. Qani yana to'xtanglar, yaxshi ko'rinmadi. Xo'sh, aha, kesish. Ana endi olov eng kuchlisi. Zarba va zarba va o'lib ketdi u. Bechora. Mayli, ana endi yangi charakter yaratishim kerak. Ya'ni birinchi yaratishdan oldin birinchi yangi awakeningni ishlatish kerak. Awakeningni qilishni o'zim ham tushunmaganman do'stlar. Shuning uchun shunchaki hududni kengaytirish deb qo'yamiz, lekin hudud ham kengaymasa kerak. Yana bilmadim do'stlar. Xo'sh. Qaysini qo'yib qo'ysak ekan? Xo'sh, qaysini qo'ysam ekan? Xo'sh, bu yerdan qaysi ekan? O'ylab ko'raychi. Mayli, uni qo'ymaymiz. Va shunchaki monetdagi to'g'ri bo'ldi. Buni o'chiramiz va to'xtanglar. Bitta yo'q qoldi-ku. Xo'sh, bitta paydo bo'lishi kerak edi hozir. Qani? Mana uni o'chirib qo'yibman. Yaxshi, ana endi buni qo'yamiz. Va menimcha bu hududni kengaytirish ishlamasa kerak. Ishlamayapti. Xo'sh, nimalarim ishlamayapti-ku? Qobiliyatlar. Xo'sh, mana endi bitta reset qilaylikchi do'stlar. Xo'sh. Ana endi o'xshasa kerak-a? Yo'q, hududni kengaytirish ishlamadi, lekin abilitylar ya'ni ishlayapti. Xo'sh. Do'stlar, ana endi do'stlar nima qilamiz? Do'stlar, Chosoni qo'yamiz. Ana meni ko'rganlar biladi Choson kimligini. Xo'sh, Choso deb qo'yamiz va ana endi reset qilamiz yana. Xo'sh, qani endi Choson o'sha yerda edi-ku. Ana blood manipulation. Tezroq bo'lsa-da. Yana bo'ladi. Blood manipulation. Xo'sh, hozir o'rganamiz. Xo'sh, yaxshi. Bu special ekan, qani? Bu nima kerak? Xo'sh, yana bitta. Bu nima endi? Bu portlar ekan. Men bilardim, lekin bu, ya'ni bunda ko'p o'ynamayman do'stlar. Men ko'proq Vesselda, ya'ni UG Itadori'da o'ynayman. Chunki unda kombo qilish oson va juda ham samaraliroq. Xo'sh, bunga qilamiz. Buni sal kattaroq. Hozir sal kattaroq qilamiz. Do'stlar, sizlarni vaqtlaringizni olishni xohlamasligim uchun videoni tezlashtirib yuboraman.
Mana do'stlar, chosaniyam qilib bo'ldim va buni bosamiz va tayyor bo'ldi chosa. Atigi 3 ta, chunki erinmaslar. Xo'sh, bu amali va zarba, ya'ni qon zarbasi. Va keyingi zarba, xo'sh, okey, va qon yomg'iri. Qon yomg'iri juda ishlamayapti. Hozir qon yomg'iri yana bir marta ishlamayapti. Mayli, unda mana buni ishlataylikchi. To'xtanglar. Hop, 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 hop. Okey, bu nima? Bu tushunarli. Va zarba. Va mana bu awakening. Lekin awakeningni hali qilishni o'rganganim yo'q. Shuning uchun do'stlar, videoni shu yerda tugataman. Like bilan obuna bosishdan chiqmasin. Keyingi videolarga ko'rishguncha bolalar.